Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir mijozimizga shu kuxurni mebellarni o'rnatib berdik. Bugungi sanamiz 13-mayda turibmiz. 2024-yildamiz. Mana shu ishimiz bo'ldi. Bu ishimizni manzili o'zimizga Andijonga Neft Promga olib keldik. Kullaga, Gulbahor opamning uyiga olib keldik. Mana shu ishimiz bo'ldi. Telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegramim bor. Aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar to'liqroq ma'lumotini olasizlar, xudo xolasa. Savollar bo'lsa telefonimga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi bu ishimiz eng qizig'i narxidan boshlasak, hop, bu ishimizni ofisisi 30 millionga qilib berganmiz bu tomonda ugoloylari bilan mana. Mana. Hop, bu ishimiz bir chekkadan endi bu tomonimiz 3.10 bo'lgan, razmeri nari tomonimiz ham 3.10 bo'lgan. Bu burchakdan bu burchakgacha 1.90 bo'lgan. Ofisisi 8 metr joyiga bo'lganda shu ishimiz endi. Endi bir chekkadan ketsak, bu yerga mana banner stolkasini qo'yib berganmiz. Bu ishimizni o'rnatganimizga bir 3 kunlar bo'ldi. Mana hamma yo'q o'rnida sekin tartibli joylashyapti. Bu yerga mana gullar qo'ysa bo'ladi, bu yerga romkalar, napitkalar, mevalar, endi bularda har doim aytilib o'tib ketiladigan narsalar, hamma biladi buni. Hop, bu yerga kir mashinamiz joylashgan. Tepalarda mana polkalari ikkitadan qo'yilgan. Bu ishimiz hop zavodskoy PVH kromka bo'lgan. O'sha mashinalari ham vakuumshandir, tortsa, sursa o'zi yopilaveradi. Ruchkalarigacha yaxshisidan qo'yilgan. Hop, endi g'aladonida mana qo'sh soladiganlari ham bor. G'aladonni ham o'zi tortib kirib ketaveradi. Hammasi yaxshisidan qo'yilgan mana. O'zi tortib kirib ketaveradi. Bu yerda mana musor paqiri bor. Buni tepasida suv shurkasi bor mana. Likoplari joy-joyida joylashgan. Bu yerda mo'yka simistitili. Simistitillaridan mana suvlar tushyapti. Tayyor. Tepasida mana plafonlari bilan bo'ldi, lekin mana mo'ykani suvni ulash, svetni ulash, u narsalar bizning ishimizning ichiga kirmaydi. Xo'p, endi yana bu yerda mana duxovkamiz, gazimiz, vitichkamiz bo'ldi mana. Duxovkasi ham yangi. Endi bu tomonda mikrovalnovkani o'rnini qilib berganmiz. Mana razvedkalarining o'rni ham tayyor. Hamma yo'g'i, tepalarida ham polkalari bor mana. Eng qizig'i sizlarga aytsak, buni tepasida Aristonini joylab berganmiz. Sal uzoqroqdan olavering. Aristonni joylab berganmiz mana. Hop. Buni pastida haladenligi mana. Ikki yonboshlargacha o'rab, bu chekalarigacha yopishtirib, iloji boricha tekis qilib berganmiz. Hop, mana shu ishimiz bo'ldi. Endi bizning ishimizning ichida bo'ladigan narsalari, hop, banner stoykasi bizdan bo'lgan birinchisi. Keyin mo'yka simistitili, buni tepasidagi suv shurkasi, qosh soladigani, musor paqiri, dastavkasi bizning ishimizning ichida bo'lgan. Endi bu ishimizda kafellargacha o'zimiz olib kelib yopishtirib berdik. Lekin bitovoy texnikasi uydagasidan bo'ladi. Duxovkasi, gazi, vitichkasi, mikrovalnovkasi, haladenligi uydagasidan bo'lgan. Bizdan shu aytilgan boshqa narsalar ichida bu kir mashinasi ham uydagasidan bo'ladi. Keyin bu ugologa bilan hammasi bo'lib narxi 30 millionga bo'ldi. Bu ugologimizning razmeri ro'para narigi tomonimiz 3 metr bo'lgan. Bu tomonimiz 280 bo'lgan. Endi mana shu ishimiz bo'ldi. Bu ishimiz haqida to'liqroq yanada ma'lumotini bilmoqchi bo'lsanglar, telefon nomerimni aytdim. Endi bu ishimizni 1 metri, pagona metrini 2 million 950 ming so'mdan tayyorlab berdik. Kafeli ham o'zimizdan bo'lganligi uchun 2 million 950 ming so'mdan bo'lgan. Ular hammasi 30 millionga olib kelib o'rnatib ketdik. Yangi mebellar qulluq bo'lsin deymiz. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat.